Maryam Tillayeva o'shani shaxsiy qo'riqchisiman. Siz shaxsiy qo'riqchisiz, ha? Bugun 11-may Humo Arenada shu Oktagon Liga janglari tinch o'tishiga, zo'r o'tishiga sababchi bo'layotgan Ahran akalarimiz. Aka, sizlarning faoliyatlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Avvalambor bizni kuzatuvchilar va sizni kuzatuvchilar. Rahmat. Bizni faoliyatimiz tinchlik saqlash SB deyiladi. Nomi bormi? Nomi Toshkent Security Premium. Nimaiki tadbir bo'lsa, Toshkentda va Toshkentdan tashqarida bo'lgan taqdirda ham biz shu kungacha ham shu ish qilib kelyapmiz. Toshkent Security Premium sizlar uchun, sizlarning xizmatingizda Oktagon bilan уже 5-musobaqasida ishlayapmiz. Mana Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ular tarafdan bo'lgan bizga ishonch va hurmatini oqlayapmiz. Xo'p, sizlarning firmalaring bironta xonadonda ham qo'riqlaydimi? Bizning xizmatlarimiz VIP mehmonlarni, Qanaqa u? любой уровеньdagi VIP mehmonlarni xizmati uy xonadoniga, zavodiga, ishxonasiga, uyiga, o'ziga lichniy farzandiga shofyor sifatida va katta tadbirlar, to'ylar, tug'ilgan kunlar har bittasiga katta tinchlik kerak bo'lsa xizmatimizdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Toshkent Security Premium nomer 1. Xo'p, aka, shu shaxslarni, fuqarolarni ham qo'riqlab yurasizlar? Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentimiz navarasi Maryam Tillayeva o'shani shaxsiy qo'riqchisiman. Siz shaxsiy qo'riqchisiz, ha? O'zbekistondagi. Yana bormi? Yana bormi akalarimiz taniqli insonlardan intervyu qilyapti? Eng taniqlilardan biri Kimni qo'riqchisi bo'lgansizlar? akamiz mana Chuck Norrisni ham qilgan. Steven Seagalga ham masalan kelganda qaraganmiz. Chuck Norris ham kelganda farqi yo'q. Tayson kelganda-chi O'zbekistonga? Tayson kelganda ham mana bizani Security Premium Toshkent Ahranasimiz polniy o'zimiz qaraganmiz. Taysonga ham, Roy Jonsga ham va kim kelishidan qat'iy nazar chet eldan o'sha Joni Mo yoki Jack Khalifmi yo Bastami kim bo'lishidan qat'iy nazar biz xudo xohlasa shu narsani hammasini shu tadbirlarni o'tkazib beramiz. Xo'p. Albatta sizlarga shunaqa xizmat zarur bo'lsa, pastda profillarni hamda nomerlarni qoldiraman. Albatta akalarimizga murojaat qilaverasizlar. Akalar, Security Premium Nomer 1. rahmat, sog' bo'linglar.